Hamza-ya, sug'or bo'lgan bo'lsangiz bizlar ham ichaylik bir. Faqat men qaytdim. Svito uydamilar? Kim bu? Bacham-ku qamoqdan keldi. Faqat lekin vashsha o'g'limiz o'zgarib ketibdi. Siz ham ancha qarib qopsiz meni o'ylab. Svitnoyim ham yoshlari ancha o'tib qopti. Menda shuncha yil o'tdi. Qaytib sizlarning ko'zinglardan yosh oqishiga umuman qo'ymayman, ishonaveringlar. Hamza-ya, o'g'lingiz necha yil qamalgan? 2 sutka qamaldi, o'tgan kun ketgandi. Ha, o nimaga qamalgan? Qo'ylar boqib chiqar aydagan timokin. Shunga paxta o'tib aydagan bu. Fermer yozib bergan ustidan, o'tgan kun ketgandi. Shunchami? Ha, o. Amakimga ne unaqa bo'lgan paxan? 2 yil oldin unaqa emasdilar-ku. Bilmasam, nima o'ylabsan chori? Bo'ynimda grijam bor, shuni tushirolmayman. Paxan hamma do'stlarim meni sotib ketdi. Shuncha yil o'tirib bitta narsani tushundimki, ota-onadan 2 sutka o'tirding-ku, kuchuk. 2 sutka o'tirding-ku, joni ham tegding-ku. Nima chizib tashlading? Tananga, nima bu? Tanimayapsizmi o'zingiz? Ada o'ylab o'tishga rasmimiz esdalik uchun chizdirdim-ku. Bu onangmi bu? Ha, mana siz. Bu shanmi bu? Ha, men. Menmi bu? Ha. Kastimim qani men? Kastimim qani? Kastim nima chizmading? Hamza, men rasmimni chizmabdi-da. To'g'ri gapiring qani unasin, joni ham tegdingiz bor-ku. Bir. Rahmat Hamza, bo'ynim qimirlashib qolibdi lekin.